Bolalar hammaga salom. Shu ko'rayotgan bo'lsanglar, Hyundai mashinamizni polirovkadan, keyin keramikadan chiqdi bolalar. Bolalar mashina juda ham bomba chiqdi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, yaltillashi juda ham kuchli. Pleska ancha-muncha ochildi. Bu mashina motivlashib ketuvdi. Biz buni yarki qilib berdi. Mana endi Hyundaiga o'xshatdi. Faralari ham sarg'ayib yotdi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, faralarini ham bolalar yarki qilib berdi. Ishiklari juda ham chizilib ketuvdi. O'sha pautinlar juda ham ko'p edi mana. Oyna qilib berdi. Nimaga aytdingizsa, ikki bolalar tepa qismida mana shu joylarda shunaqa matvilashib, ana tuzli yig'ilib ketdi. Biz hammasini cho'tka qilib berdi. Mana bu oralari vashsha cho'tka chiqdi. Ayniqsa mana shu faralarning oralarida, mana bu raxlarda polirovkani pastalari qolib ketgan ekan. Oldingisi bizda unaqa narsalar bo'lmadi bolalar. Hamma yog'i cho'tka chiqdi. Keyin men bu o'sha san'atda Hyundai emblemalarini yechib, cho'tka qilib, yana o'zini zavodskiy holida qilib yopishtirib berib, cho'tka qilib berdi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mashina haqiqatan ochildi. Qarochi bolalar, bizda o'sha keramika polirovkalarimizni skidkada arzon narxlarda ketyapti. Kimga qiziq bo'lsa telefon qilinglar. Kimda o'sha inomarka mashinasi bo'lsa, kelsanglar sizlarga ham chiroyli cho'tka qilib beramiz bolalar. Inomarka qora haydaydigan akalar polirovka qildirishinglar shart deb o'ylayman. Nima desanglar, mashina ancha-muncha vidini yo'qotadi. Misol uchun, bu keramikamizni 1 yil bemalol turib beradi bolalar. Qarochi bolalar, kimga qiziq bo'lsa telefon qilsanglar, sifatli narsalar ishlatamiz. Skidka bo'p, arzon narsalar qilmaymiz bolalar. Shu ko'rayotgan bo'lsanglar, mana Koch firmani nemetskiy firma pastalarini ishlatamiz. O'sha H9 keramika, o'sha mana ko'rayotgan bo'lsanglar, o'sha Bigfoot apparaturalarda cho'tka qilib qo'yib beramiz. Kimga qiziq bo'lsa telefon qilinglar. O'sha Namaskoskiyda yangi ochilganimiz uchun sizlarga juda ham zo'r skidkalar bor. Kerak bo'lsa telefon qilinglar bolalar. Bolalar hammaga salom. Mana hozir parkimizga ozgincha navrut qilib berdi. Mana orqaga o'sha pisochniy stop qo'yib berilgan. Hozir salonni ham ozgina ko'rsatib o'taman sizlarga. Har doimgidek yonadigan deflektor qo'yilgan. Mana bunaqa Lenovo video registrator qo'yildi. Eng ochib turgan narsa bu rul bo'ldi. AMG restyling rul qo'yilgan. Roliklarigacha uстановка qilib berildi. Gromkostlari ishlaydi, past baland qilishlari. Mana bu yoq tomoniga o'sha danli marga qulab berilgan. Agar kimga qiziq bo'lsa, mana shunaqa rullar, navrotlar, telefon qo'yinglar, pastga telefon nomeri yozib qo'yamiz. Xayr, salomat bo'linglar. Bolalar hammaga salom. Rahmat. Bolalar hammaga salom. O'sha bizda Cobalt detallarimiz o'sha yasalgan perdelkali, lekin qo'yilayotganda bolalar juda ham oson qo'yiladigan varianti bo'ladi. Shu Cobaltlar ko'pchilik perdelka qilib odamni to'g'risi 2-3 kun vaqtini olishardi. Bu unaqa emas bolalar. Kelsanglar mana srazi uстановкасы bilan qilib beramiz. Xohlasalar glansisi bor, xohlasalar mana matvisi bor bolalar. Kimga qiziq bo'lsa telefon qilinglar. Shu Cobalt haydaydigan akalarga mana tayyori nalichida bor. Ikki xil variantdan qilib qo'yganmiz. Soatlari ham takoy vashi chiroyli dizaynda ishlangan bolalar. AMG yozuvlari bor.
Havo chiqishlari ham zo'r chiqyapti bolalar. Shu avarinkani ham xrom qilib beramiz. Bolalar kimga qiziq bo'lsa, telefon qilsanglar, o'sha описаниеda narxini yozib qo'yamiz. Zakaz olsanglar, sirazi menimcha shu 2 soatlarda qo'yib berishadi bolalar. Qiziq bo'lsa telefon qilasizlar.